Assalamu alaykum, hürmetlik savaqdaşlar. Tayba darsxonamizga xoş geldinglar. Hozir biz Arab tili tarjima darsimizning 12-chi darsini o'qiymiz. Endi biz bugungi darsimizdan boshlab she'r tarjima o'rnaklarini boshlaymiz. Endi bizning bugun o'qimoqchi bo'lgan birinchi she'rimiz Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta va ahlul ilmi ahya. Endi she'rini tarjima qilishda ikki xil usulda tarjima qilsak bo'ladi. Birinchisi she'rining ma'nosini to'liq ifodalab nasriy shaklda tarjima qilsakmi bo'ladi. Ikkinchisi she'rining ma'nosini o'zgartirib etmasdan, shundaqla ma'nosini to'liq ifodalab she'riy shaklda tarjima qilsak, texmi yaxshi. Ammo she'rini she'riy shaklda tarjima qildimda, uning ma'nosini o'zgartirib etishga bo'lmaydi. Biz derslerimizde şiirini nesri şekilde tercüme etmemiz. Bunu şiir kabiliyeti ve okuyucular şiir özgertibasını buludu. Onda olsa bizden bugün okuyduğum bu şiirimiz Fafuz bi'ilmin ta'ash hayyan bihi ebede deydi. Fafuz, eslisi nemu bilin ki faze yafuzudun çıkan buyruk pil fuz. Fuz. Yani faze utuk kazandı, yafuzu utuk kazandı. Hem de faze degan fiilden keyin b harfi birlik kelsa, kendiki ismga b harfi oluşup kelib qolsa, fazaning ma'nosi erishdi degan ma'ni bildiradi. Erishdi. Bo'lsa, fafuz bi'ilmin bo'lsa, ilm erishkin degan gap, ning gap ilm og'in, ta'ash hayyan bihi abada. O ilm bilan mangu hayot yashaysa. An-nas mauta va ahlul ilmi ahya. Kishilar o'lik, ilm ahli bo'lsa, tirik. Demek kişiler ölüp tügeydi, ilim ehlileri olsa kaldırıp ketken izleri ölen mengu hayat yaşaydı demekçi. Endi mesela bununki ölçemlik nesri tercümesi ilim al, onun bilen mengu hayat yaşaysa, insanlar ölüklerge okşaş, halbuki ilim ehli mengu hayat. Endi olsa mesela iki tane şiir bedim, iki şiirini nesri şekilde kılsanlar buludu, şiiri şekilde kılsanlar buludu, tercüme kılsınlar bu silahge tapşırık. Birincisi, Ta'allem ya feta fel cehlu arrun ve la yerda bihi illa himar. Bu dağınlık şiir Abdülkadir Damullam'dan. İkincisi, Ma vehaballahu li imrin hibeten ahsene min aqlihi ve min edebi. Huma cemalul feta fe in fuqida fe faqduhu lil hayati ecmelu bih. Bu meseleyi tapşırıq. Bunun için de sizler bilmeydiğiniz yeni sözlükler yok. Eğer bu qasıma yeni sözlükler gözünü köpəydim. Hibe degen soğu deyin gap. İkincisi bugün okuyduğun şiirimizden Ya khadimel cismi kem tes'a li khidmetih ve tatlubur ribha fima fihi khusran aleyke bin nefsi ve istekmil fadailaha fe ente bin nefsi la bil cismi insan. Endi bu şiiri qarab baxadigan bolsaq, biz bunu nesri şekilde tercüme qilamiz. Ya khadimel cismi tennin hizmetkarı, cisimnin, bedenin hizmetkarı. Kem tes'a li xidmeti. Kem qancha degan ma'nosi emas bu. Kem ikki xildi o, birisi istifham. Istifham bo'lganda qancha, birisi xabariya. Xabariya bo'lganda ko'p, nahayt degan ma'nosi bor. Nahayt yugura esa, tes'a. Yugura esa li xidmeti, o tennin xizmeti uchun va tatlubur ribha fima fihi khusran. Va talab qilsa paydini fima fihi khusran. Onun da ziyan banasıdır. Demek ziyan banasıdır. Payda izdeyse, talebe talep kıldı izdi degen mənsu ha. Aleyke bin nefsi ve istekmil fadailaha deydi. Aleyk degen mən lazım tut. Degen mən de aleyke bin nefsi olsa nefsin yani ruhiyetin lazım tut degen mən gap. Ruhiyetin ahmiyet be. Ve istekmil fadailaha. Ve o ruhiyetin faziletlerini mükemmelleştir. فَاَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ insan dedi. Sen ruhin olan, tinin olan emez, ruhin olan insan. Sen hakiki insanlığın tinin olan ifadelenmeydir, ruhin olan ifadelenmeydir. Ölçemlik nesli şekildeki tercümesi, ten hizmetkarı, tininin hizmeti için nahayet şapaşlaysa ve ziyan çıkıdığın nesinin paydizdeyse, ruhin ahmiyet bergin. Onun faziletlerini mükemmelleştirgin. Sen tinin olan emez, belki ruhin bilen insan durursa, bu ölçemlik tercümesi. Muşunu oxşaş tercüme qilsanglar bo'ladi. Buni mush ikki to'rt misrani o'lchamlik she'r shaklida tercüme qilsanglar, mush ma'noni ifodalab
O'zgartib o'tmay bu texmi güzel. Endi mashqda 3 dona misol berildi. 3 misra. Ve inneke in testa'mil aqla la tazal mabituka fi leylin bi'aqlika mushmisu. İkincisi ve lem yetnavel durratal haqqi gaisun minen nasi illa birraviyyeti vel fikr. Üçüncüsü kıymetul insan ma yuhsinuhu ekterul insanu minhu ev qalla. Bunun için de yeni sözlüklerini ben yeni sözlükler gözünü verdim. Nefs degan ruh, can, ten, ko'ngil, ruhiyat degan ma'nosi bor. Mabidus qonalg'u degan gap, raviya bo'lsa o'ylanish, tafakkur qilish degan gap, ha. Ahsana degan gap yaxshi qildi, yuhsinu degan gap yaxshi qiladigan degan gap. Ma yuhsinu bo'lsa yaxshi qilgan degan gap. İkincisi valam yetanavval durratal degan gap güher degan gap, güher. Ünçe degan ma'nosi bor, unch marvoy degan, uncha degan ma'nosi bor. Üçüncüsü izra' jamilan walau fi g'ayri mawdi'ihi fala yudi'u jamilun aynama wudi'a innal jamila wa in tala az-zamanu bih falaysa yahsuduhu illa allazi zara'a. Endi buni qarab baqadigan bo'lsak, izra' jamilan deydi. Zara'a yazra'u degan gap teridi degan gap, ha. Etizga bir narsani teridi degan gap. İzra' jamilan degan gap yaxshilikni teri degan gap, yaxshilik qil. Bu bir xil kinoya shaklda ifodalangan, ha. Yaxshilik qil. Walau fi ghayri mawdi'i. Ya'ni uni o'z o'rnidan boshqa o'ringa bo'lib qolsa degan gap, layoqasiz o'ringa bo'lsa-mu, yaxshilik qil. Fala yudi'u zaya olmaydi yaxshilik nega qo'yilsa. Nega tushsa, nega qo'yilsa, yaxshilikning bo'lmaydi, zaya olmaydi. Innal jamil yaxshilik, jamil degani go'zal degan ma'nosi shunday-ku, ammo yaxshilik degan ma'nosi bor. Yaxshilik va in tala zamanu bihi uzun zaman bo'lib ketsa-mu, falaysa yahsuduhu illa allazi zara'a. Emas uning husmolosini oldig'ini faqat uni terg'adi. Yaxshilik zaman uzun bo'lib ketsa-mu, uning molosini faqat terg'adi qana qildi, oladi. Endi buni o'lchanlik nesri shakl tarjima qilsak nima bo'ldi? Garchi layoqasiz o'rin bo'lsa-mu yaxshilik qilgan, yaxshilik qayerga qo'yilsin, zayo ketmaydi. Yaxshi ish garchi uzun zaman bo'lib ketsa-mu, uning foydasini faqat qilgan kishilar ko'radi. Bu bir nesri shakldagi tarjimasi. Endi mashq sizlarga 3 dona she'r berdim. An-nutqu zayyunun va sukutu salama. Nutq degani so'zlash. Faiza nataqta fala takun miktara. Miktar degani ko'p gap qiladigan, ko'p odamni miktar deymiz. Ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. Likulli da'in dawa'un yustatabbu bih illa al-hamaqatu a'yat man yudawiha. Buni sizlar tarjima qilsizlar, bu sizlarga topshiriq. Men bu mashq qilgan yangi so'zliklarni yangi so'zliklar ko'zligiga berdim. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz musha yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت